Katyo 32 TL zoto kuba katyolamiz narxi. Stop. Abonent bo'lib qoladi bu yerga. Kelib ketaverib, odam charchataveradi. Ko'mir tugar, katyol gaz tushadigan bo'lsa, katyol sovudim o'zini avtomatik bu gazga ketadi, ulanib ketadi. O'zimizda chiqadiganlarga zakaz qiladigan bo'lsa 80 kilovat. Menga uni yarim zalga yetadigan gidrokollektor qilib berishadi. Katta 80 kilovat. Yo'li teplobenniki temir bo'lmasa, chuqur bo'ladigan bo'lsa, birpasda yoriladi. Assalomu alaykum, Termobo'cha kanali a'zolari. Biz bugun Namangan viloyati Chortoq tumaniga kelganmiz. Chortoq tumanida Abdul aka, Xudo xolasa, servis ustamiz 32 TL zoto kuba avtomat katyolni polni montajini qilib, sistemalarni ham qilib berishgan. Demokratdan ham chiqib bitta e'tibor berasizlar. Hozir sistema to'g'risida polni akamiz tushuntirib o'tadi. Ichkariga yig'ilgan. Hozir boshlaymiz. Abdul aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom va rahmatulloh. Bitta boshdan polni juda ko'pchilar dedi. Ko'mirli katyol tushuntirasizlar, sistemalar qaysi holatda bo'ladi, nima qilinsa ekonomik bo'ladi deb turib shu narsalar haqida so'rashadi. Shunga menga bitta to'liq videosini qilib beramiz deb aytganmoqqa hammasini bir chekkadan tushuntirib o'tamiz aka. Xo'p. Boshlanmadan boshlaymiz. Boshqa katyolni o'zidan boshlaymiz. Aha. Katyol, ko'mir katyolimiz ko'pchilik biladi. Bu past gradusda ishlaydigan narsamiz. Ko'mirdan normal effektini olish uchun kamida 55 gradus, 65 gradusda ishlash kerak. Ha. Bu katyolni misol uchun mez sezoni payti, o'sha odamlar qiynaladigan payti, misol uchun shunaqa sistema qilib berilgan. Katyol o'z gradusida ishlayveradi, shu 60 gradusda. Ichkaridagi sistemamizda avtomatika qilib berganmiz. Xohlagan gradusini qo'yib xonani boshqa foydalansa bo'ladi. Foydalansa bo'ladi. Katyolni montajga keladigan bo'lsak, gruppa безопасность iloji boricha katyolni o'zi yaqin turishi kerak. Bu 20-30 sm uzoqlikda turishi kerak. Chiqishiga gruppa безопасность qo'yganmiz. Shu narsani shu yerda men endi bitta bilgan narsalarni aytib ketaman. Ko'pchilik bu gruppa безопасностьni manaqa joyga qo'yib qo'yishadi. Yo'qsa bu joyga qo'yishadi. Iloji boricha chiqishiga qo'yish kerak. Iloji boricha bu katyolga yaqin turgani yaxshi. O'shanda yaxshi effekt beradi bu narsa. Keyingimiz bu mana misol uchun pogrужной termostatimiz bo'lib ketilgan. Bu termostatni vazifasini hozir gapimiz davomida tushuntirib o'taman, nima uchun bo'lganini. Ikkinchi katyolimiz uchun bo'lgan. Kelgan bu misol uchun перемещение qilingan, перемещение трехходовой klapanimiz turibdi. Трехходовой klapanimiz shunaqaki, katyolimiz misol uchun nasos katyol 45 gradus, 50 gradusga chiqqan nasos ishga tushadi. Ungacha sirkulyatsiya bo'lib turadi, samotok sirkulyatsiya. O'zini holatida. Bu tarafimiz berk turadi, obratga tarafimiz. Bu qisqa masofada qachonki katyol o'z gradusiga chiqib 50 gradusga chiqqandan keyin bizni sistemani qo'shishni boshlaydi bu tarafda. Shu joyda men bitta qo'shimcha qilib ketaman yana. Bu narsani agar qilinmasa nima bo'ladi deyilsa, adashmasam katyol ichida kondensat bo'ladi. Kondensat hosil bo'lishni boshlaydi. Katyol past gradus qaytmasligi kerak katyolga. Bu termический shok deydi bu narsani. Issiq narsaga sovuq narsa kelib urilgan termический shok bo'ladi. O'sha hisobiga kondensat hosil bo'ladi. Meni necha gradusdan pasaysa kondensat hosil bo'ladi aka? 45 dan pasayib ketsa, misol uchun berayotgan gradusimiz 55-60 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdan 30 keladigan bo'lsa, 35 keladigan bo'lsa, u birpasda o'sha kondensat hosil bo'lishni boshlaydi. Sabab agar mana bu bo'lmaydigan bo'lsa, bizni bu yoqdagi yoqilayotgan sistemamiz sovuq suv hammasi kelib, polni katyolni teplobenniki uriladi. Ha, tushundim. Agar katyolni teplobenniki temir bo'lmasa, chuqur bo'ladigan bo'lsa, birpasda yoriladi. Mana shu narsani agar bilsanglar ko'pchilik aytishadi. Katyol yo'qyaman, podachi 50, obratkasi 30 kelaydi. Katyol ichini o'tsam, misol ichini o'tsam, yo'llari terlab ishlatib qop-quruq. Katyol yonishiga bitta qanaqa bosib qo'yasizlar ekan. Yonishiga bitta ko'ringlar. Xo'p, mana misol uchun pastda graduslarni ko'rsatib, qaytayotgan graduslar mana katyolga qaytib kelayotgan gradus. Obratkasi boshqaradi o'zi. Katyolga suv podachi 60 ketyapti. Biz katyolga qo'ygan ozgina vaqt bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Katyolning narxini, sistemaga qancha ketganini, necha kvadrat maydonni hozir qizdirayotganini hozir aytib o'tamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, shu narsani hammasini ochiq oydin, narx-navolarni hammasini qo'yamiz. Juda ko'pchilik narxini aytmaysizlar deyishgan. Bugun narxlarni hammasini o'zi aytib o'tamiz akalar. Xo'p, obyektimiz haqida ma'lumot berib o'taman. 170 kvadrat atrofidagi uyimiz, buni garaj, ikkinchi etaj polni hamma joy istilayapti. Ko'pli polimiz bor. Radiator sistemamiz bor bu yerda. Xo'p, buni biz hisob kitob qilganimizda 31.7 kilovat teplobatareya bo'lgan. Hozir ketishingizda bunda uy turishini ham ko'rsatasiz. Ochiq holatda 31.7 chiqqan.
biz uy egasi bilan kelishilgan holda buni utilitel qilishga Bazalt ya'ni. bazalt qilishga anavi qildik. 24 kilovatga tushadi. 24 kilovatga hisoblab turib, ichkarini sistemasini yig'ganmiz. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsa, dashi sistemamizga Hozir 31.7 bo'lsa, pashta 8 kilovat bazalt qilinsa 8 kilovat yutilibdi. Ya'ni kotyol o'zidan, rasxodidan hamma narsaga ta'sir qiladi. Shuning uchun teplopateri juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Akalar, yangi uy qurilayotgan akalar, uylarni iloji boricha utepleniyasiga juda katta e'tibor beringlar. Xo'p, sistemamiz shunaqa qilingan, zota bu основной isitish nimamiz bo'ladi. Isitish qozonimiz, Isitish qozonimiz bo'ladi. Bu tarafimizda Westman germanskiy konsensyonli kotyolimiz 25 talik. Bu dejurniy kotyol hisoblanadi. Qachonki bu narsamiz hali aytib o'tgan kotyolimiz gradusi pastlaganda, o'chganida o'sha mana bu nimamiz termostatimiz kotyolga komanda beradi. Hop. Termostatimiz komanda beradi. O'shanda bu kotyolimiz ishga tushadi. Ha, ya'ni kotyol o'chib qolsa, sovib qolsa, avtomatik u termostat gaziy kotyolga komanda beradi. Avtomatik o'zi ochib turib, propanda uy sovimaydi. Uy sovimaydi, muzlab qolmaydi. Ko'pchilik elektrga qilib qo'yishadi, bu o'zi gaziy kotyolga qilinadi, resmi kotyolga. Xo'p, bu yerda mana misol uchun deslamatordan foydalanganmiz. Обязательно kerak bu narsada. Temir kotyol bilan kondensatorniy kotyol ishlayapti, deslamator kerak обязательно. To'g'ri. Так, aeratorimiz kerak обязательно bu voziq chiqarib turgani. Xo'p, keyingi narsamiz bu gidrokollektori. Rossiyskiy, zavodskiy nima? O'zi kichkina bo'lgan bilan, lekin 80 kilovatgacha bergan mana shu. Yo'g'i? Shuni o'zini 80 kilovatgacha berganda, o'zi kichkina bo'lgan bilan. Ichi emalironli bo'ladi bu narsani ham. Oddiy bo'lmaydi. Oddiy bo'lmaydi. Emali bor ichida bo'ladi. Garantiyasi bor. Mana shunaqa narsa bu mana. Hamma joyi emal. Xo'p, sistemaga keladigan bo'lsak, sistema lучевой sistema qilib berganmiz. Hozir 13 ta точка radiatorimiz bor. 50 kvadratcha to'plik bor. 50 kvadrat to'plik bor. 50 kvadrat hisoblayveraylik. Bu отдельно nasos qilganmiz. Ikkalasiga ham trexodovoylardan foydalanganmiz. Mana shu yerda aytib o'taman, sabab trexodovoyda radiatorga nimaga kerak degan savolga men javob berib o'taman. Men sezonni payti boya ham aytib o'tdim. Kotyolimizni past gradusda ishlatish mumkin emas. O'sha sababli kotyol o'z holatiga ishlash kerak. O'sha 65 gradus nimada. O'sha payti biz kontrollerga komanda beradigan bo'lsa, kontroller trexodovoy bekitadi. Biz xohlagan gradusda uyga olishimiz mumkin. Plus avtomatika yana bu oxirigacha yetib kelmadigani, uy ichini termostatlari o'rnamagan, motorchiklari bor, motorlar o'rnatiladi. Uy xonani gradusini ham boshqariladi deydi. Bu yerda o'sha 90% o'sha umli domga yetib kelamiz, umli sistemaga yetib keldik. Plus yana bu yerda hozir sразу уже stabik anaqasini qo'yib bergan, UPS qo'yib berganmiz, akkumulyatorlarni, xudo xolasa, ularni ham o'rnatib ishga tushirib beramiz. Kontrollerimiz Wi-Fi da ishlaydi. Telefon orqali любой anaqadan komanda berib boshqarsa bo'ladi uy gradusini. Uzoqdan turib ham boshqarib o'sha uyingizni haroratini xohlagan gradusga qo'yib ishlatsangiz bo'ladigan sistema qilishibdi aka. Ko'ringlar, sistemani yorib qo'yilgan, xudo xolasa. Imенно shu sistema uchun orqasiga kafil berib, cho'l yig'ilib qilingan kerak, ko'ryapsizlar. Plus nima qilganmiz? Hali yana bitta xudo xolasa nari tarafda yana bitta hovli quraman degan niyatlari bor. Buni ham o'zi oxirigacha montajini tugatib, ag'ini radiator o'laydigan darajaga olib kelib berganmiz. Unisini hozir ochilmagan. Bu liniya ochilmagan, berib turibdi, ishlamaydi, lekin faqat hamma narsa tayyor holat. Tushunarli. Aka, endi hozir bu yerda hamma narsani tushuntirib o'tdingiz. Endi narx-navo bo'yicha bizni ozgina misol obunachilik tushuntirsak, chunki ko'pchilik hamma narsani reklama qilishadi, lekin narxini aytishmaydi. Shuning uchun kotyol narxini men aytarman demoqotlar, lekin mana bu narsalarni deslamator, separator, mana gidrokollektor, mana nasoslar hammasi mana shu joyga qancha pul ketgani. Primerda ozmoz naribiringiz bilan shu narsani aytsangiz. Endi misol buni bizni kuzatuvchilarimiz yaqinda oladigan yoki kelajakda uy quradiganlar shu narsalardan misol reja qilib turishadi. Shuning uchun kotyoldan boshlasak aka. Narx-navosini. Kotyolimizni narxi o'zlaring bilasizlar, 5000 dan oshiqroq o'zi niyat nimasi bilan, morusi bilan, ferrum anaqalari bilan, bo'ladi anaqalari bilan chiqadi.
Kotyolni narxi, bitta kotyolni Hop, narxi. Katyol 32 talik zoto kuba katyolimiz narxi 4400 dollar akalar. Dimoxotlari bilan plus dimoxotlarni orasida bir 600 dollar atrofida dimoxot ketadi. Chunki mana polatovlari ham ishlagan bu yerda. Polatov где-то bir 7 metr va 8 metr chiqqan. Bu ham ishlaydigan narsasiga, mahsulotiga qarab turib, ishlatiladigan zapchasiga qarab turib, narxi o'zgaradi. Bundan tashqari aka, группа безопасный misol datchilar, nasoslar haqida ham o'zini bu tarafga tushuntirib bering aka. Xo'p, nasoslarimiz narx, не только narx haqida tushuntirib o'taman. Chistotli nasos qo'yganimiz sababi bor. Aha. Ertaga svet bo'lmagan taqdirda biz UPS qilib berganmiz, akkumulyatorimizni zaryadi ko'proq vaqt yetishi uchun chistotli nasoslarımizdan foydalangan. Chistotli nasosni 30 vatt atrofida, 35 vatt atrofida tok ishlatadi. Normal nasos qancha ishlatadi tok? Normal nasos 300 gacha ham bor, 180 ham bor. Nimasi ko'pda. Chistotli nasos ya'ni rasxoti 5-6 barobar, rasxoti oz bo'ladi aka. Narxi olayotganda misol narx qimmat bo'lishi mumkin oddiy nasosga nisbatan, lekin yillik xarajat misol boshqalarga qaraganda bu ham o'sha ekonom hisob xullas. Oddiy nasoslarimiz misol uchun 700-800 ming so'm turadigan bo'lsa, bu nasoslarimiz 100 dollar, 110 dollar rosa oshib borsa, juda katta farq qilmaydi. Lekin aqlli bo'ladi. Lekin umli o'ta umli nasos bo'ladi. Sistema taraf ishlash tarafdan ham umli, ya'ni ekonomika tarafdan ham juda anaqa bo'ladi bu narsa. Tushunarli. Группа безопасности nima aka? Gruppa bezopasность Gappo firmadan ko'pinchalik Gappo'ni narsalaridan foydalanaman. Gappo zapchasalaridan, sabab ularni fittinglari toza, latun и rezbalari ham toza bo'ladi bu narsaning. Gappo qay Xitoyga Xitoy original bo'ladi. Ko'p narsasi yaxshi. Lekin men Xitoyga bordim. Xitoyda biz shouga borganimizda Narmani, ya'ni Yevropa mahsulotlarini urib qo'yadigan tovarlar ko'p ekan. Yevropadan kelib, Yevropadan kelib, Xitoydan kerakli detallarni, zapchasini olib ketishyapti-da. Ya'ni bizga O'zbekiston ko'p holatlarda sifatsizini olib kelishadi. Lekin sifatlilari qimmat bo'ladi, lekin uzoq vaqt xizmat qiladi. Shunaqa aka. Bu aniq bo'ldi bular. Degan bo'lsak, shundan boshladan. Bular где-то 1 million 800 2 million atrofida chiqadi. 1 million 600 chiqishi mumkin. Foydali tarafi juda ham ko'p aka bular. Keyin gidrokollektorimiz bor, gidrorazdelитель deydi. Buni narxi где-то 270 dollar atrofida. 270 dollar. Nasoslarimiz narxini aytdim. Shu yerda bir narsa so'ramoqchiman. Buni o'rniga nerchavaga qo'yishyapti aka. O'shan bilan 100 dollar bo'lib bormagan ransa qilar ekan. Endi bitta narsani aytib o'taman. Mana shunday qo'shimcha qilib aytib o'taman. Men O'zbekistonning mahsulotini yomonlamoqchi emasman, lekin hisob kitobsiz qilingan ish baribir. Sex bilan zavod farqi bor-da. Sex bilan zavod farqi bor. Sabab misol kichkinagina narsani 80 kilovatga beryapti. Hozir agar men o'sha o'zimizda chiqadiganlarga zakaz qiladigan bo'lsam 80 kilovat. Menga uni yarim zalga yetadigan gidrokollektor qilib berishadi. Katta 80 kilovatga deb turib. U hammasi hisob kitobdan kelib chiqadi. Unga yarim zalga tushadigan gidrokollektor bir 20 ta nasos qo'yish kerak bo'ladi. Bu ekonom, ikkita nasos bilan polni sistemani qizdirishyapti akalar. Shuning uchun har doim zavod mahsuloti garantiya bo'ladi. Bu laboratoriyada bular buni o'zi injener, muhandislar ishlab turib, bunaqa narsa ishlab chiqarishadi-da. Shuning uchun biz qarshi emasmiz. Faqat haligi misol brend narsa olinglar deb. Olinglar, sexlidan ishlab faqat go'z standartdan o'tgan. Misol talabga javob beradigan mahsulot olinglar. Bemalol effekt olasizlar akalar. Oddiy mana shunaqa, mana fittinglarimizda shunaqa farq borki, turi ko'p. Bozorda turi ko'p-da buni. Misol uchun 10 so'mga ham bor, 100 so'mga ham bor. Bekorda 100 so'm emas-da. Bunday buni ishlatgan odam, ishlatib ko'rgan odam tushunib yetadi bu narsani. Bu rezbalari boshqasi tozaligi, razmeri bor. Misol uchun bitta rezbar bir joyga kirib, mana qiladigan bo'lsang, lufta foyda bo'ladi. Umuman bu narsadan foydalanib bo'lmaydi. Kelajakda ham o'sha joydan suv qo'yib yuboradi, o'sha joydan ana bo'laveradi. Men hozir o'zimga bitta narsani haligi qoida qilib olganman, ya'ni oy quriyotganda hammaga tavsiya qilaman. Oy quriyotganda eng asosiy nuqtasi elektrika bilan parvotopleniya, ya'ni isitish tizimi o'sha santexnikasini moshniy qilish kerak. 1 yilda bo'lmasa 2 yilda, lekin moshniy zo'ridan qo'yish kerak ekan. Zo'ri deganda o'sha sifatli originalini. Sizga agarda mana bu narsalar yer ichidan, betonning ichidan bitta ish ko'rsatadigan bo'lsa, normalniy summaga aytadi akalar. Bu narsani qildingizmi, eng kam 20 yil, 25 yil qayl tutmasdan ish beradi. Shuning uchun har doim qayga nima qo'yadigan bo'lsangiz ham garantiyasi bor, sifatli, original narsa qo'yinglar. Xudo xolasa hech qayerda pand yemaysizlar akalar. Usta ham qiynalmaydi, uy egasi ham qiynalmaydi. Sabab
yomon narsa ishlatiladigan bo'lsa, ustoz abonent bo'lib qoladi bergan. Kelib ketaverib, odam charchatib Faqat qoladi. ikkita telefon qo'lda klient deyishadi, o'shaqa bo'lmasligi uchun. Tong ketdi qilib odamni bezovta qilishadi. Kollektorlarimiz ham hammasi gapqo'likni ishlatganmiz. Nержавейка juda ham sifatlari yaxshi. Rezmalar. Ruchovoy sistema bo'lgan. Ruchovoy sistema bo'lgan. 13 ta tochka radiatorimiz bor. Aha. 13 ta tochka radiatorimiz, 50 kvadrat turli bo'limiz bor. To'g'ri. Metaloplast trubalardan foydalanganmiz. Turetskiy nomoz esimda yo'q, o'sha tepadan ancha bo'ldi qo'yganimiz. Masalan, hozir bu yerda ruchovoy sistema qanaqa desanglar, ruchovoy sistemada har bitta batareyaning gradiysi bir xil bo'ladi. Misol, birinchi xonangizniki 50, beshinchi xonangizniki 45, yo'qmizki 60 bo'lib qolmaydi. Hamma joyi gradiysi bir xil bo'ladi. Ruchovoy sistema hozir urfga kirgan eng hozir ekonom varianti mana shu bo'lyapti akalar. Isitish holatda hamma yoq bir xil isiydi. Xo'p, keyin doполнительный dejurniy kotelimizni ham aytib o'taylik. Shuni tushuntirib o'taylik. Xo'p, kondensatsionniy kotel Vismon 25 talik. 25 ta. Germaniyaning o'zidan keladi bunisi. Aha. Buni taniydiganlar ko'pdan, ko'pchilik buni tanishadi. propanga ulaverganmiz. Aha. Propanga. Bu dejurniy kotel. Qachonki biz ko'mir kotelimiz uyda hech kim bo'lmagan holatda yoki erkak odam bo'lmagan, zapravka qilgan odam bo'lmagan holatda avtomatik o'zi ishga tushadi. Sistemamiz buzilib qolmaydi. Ha, ya'ni kotelni ko'mir tugan, kotel gaz tushadigan bo'lsa, kotel sovdim o'zini avtomatik bu gazga ulanib ketadi, ishlaydi. Kelib turadi. Bu yerda odam kelgandan keyin misol uchun buni o'chirib turib, yana zapravka qilib, yana davom ettiradi. Bu dejurniy kotel bu asnoviy. Masalan, shu joyda men bitta narsa so'rayman. Agar misol odam keldi, bu kotel yonib turibdi. Odam keldi, ko'mirli kotel zotaga ko'mir to'ldirdi. Zotan yoqqan avtomatik bu o'chadi. O'chadi. O'zi avtomatik o'chadi. Avtomatik gradus ko'targandan keyin kontaktimiz boshqaradi. O'zini o'chiradi. Ya'ni haligi borib buni o'chirish shart emas, o'zini o'zi o'chiradi. Bu har doim yoniq holatda turadi. Ha. Включёnni, masalan, oddiy televizor olaylik, televizor qo'shib qo'ysangiz, pult bosmaguncha yonmaydi. Xuddi o'sha funksiya holatda bo'ladi. Xo'p, shu holatda elektrikaga ancha ko'p pul ketgan emas. Bitta endi stabikimiz pul berdi. Bu yerda skachoklari bilan birga hammasini qilib berganmiz. Elektrikani ham o'sha hammasini montaji bilan chiqazib beramiz. Cho'tkalar boshqatib qo'yishdi. Xo'p, общий hisobdan meni bilishimcha koteldan tashqari mana shu joyga. Koteldan tashqari, ikkita koteldan tashqari bir 2000 dan oshiqroq. Kateniga puliga. Fitting mana bundan so'ng ko'mirli koteldan tashqari, gazli koteldan tashqari mana shu fittinglarga, mana shu joyga, misol gidrokollektor, mana nasoslarga, datchik hammasiga qancha ketdi aka? 2000 dan oshdi, 2200, 2300 atrofida bor. Usta mehnati alohida. Ustani mehnatisiz. Usta mehnatisiz o'ziga. Misol ko'ryapsizlar, mana onasini o'zi $270, mana ham bilmadim $200 atrofida bo'lsa kerak. Xullas bu yerga hammasini original yaxshi narsalar qo'yilgan. San $2000 atrofida kateniga ketgan, ko'ryapsizlar. Misol uchun 4 ta nosoz o'zi $400 bo'ladi, to'g'ri. Bu yerda mana paletning asosiy mana shu narsalar bo'ladi. Nasos, gidrokollektor, UPS, dishlamator, magnit, mana shu narsalar, kollektorlarning o'zi ham ancha pul qoladi. Ammo lekin qo'yasizlar, bitta qo'yganinglar shu bilan muammosiz ishlayveradi. Kateningiz moshni bo'ladi. Ya'ni katenni nima desanglar, uyni yuragi bo'ladi akalar. Katenni elektrikasi yuragi bo'ladi. Eng ushlab turadigan narsa shu bo'ladi. Shuning uchun bunaqa narsaga ozgina seriozniy qarab, e'tibor bilan qilinadi akalar. Katelimiz ham poddeshkaga o'tdi akalar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sifatli, cho'tki shunaqa ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, katellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Abdulla akamizning nomerlarini ham qoldiramiz, nomerlarini beramiz, so'rasanglar, tonni uyingizga borib, tepa patera hammasini chiqarib, uyingizni montajini qilib berishlari mumkin akalar. Faqat ozgina so'rovi bo'ladi. Bunaqa chiroyli ishchi, bunaqa sifatli ish ozgina vaqt ketmaydi. Mana shu katenning o'ziga ham qancha vaqt ketdi aka yig'ish uchun? Bir haftadan ko'p bo'ldi. Bir haftadan ko'p bo'ldi. Tasodif qilib yig'ib ketilmaydi. Bu narsani hammasini o'ziga qonun qoidasi bilan yig'ilsa, xudo xolisa chiroyli. Tez bitgan ish sifatli bo'ladi deb men bilmayman. Shuning uchun chiroyli, sekin va chiroyli sifatli qilib yig'ilsa yaxshi bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, shu aytib o'tganimdek, Abdulla aka nomerlarini qoldiramiz, bo'lmasa telefon qilasizlar, telefon nomerlarini beramiz. Bemalol murojaat qilsanglar. Bitta narsani ayting aka. Teplopatiyani termovochka deb hisoblangan. Tepapatera birgalikda qilganmiz hammasini. Tepapatera agar xizmat kerak bo'lsa, o'sha telefon qilasizlar, Ulug'bek mutaxassisimiz bor, kishi kelib, qilib chiqarib berishadi. Ya'ni uyingizga bordimi,
Misol uyingizga misol adveliga bordilar. Borganlarda tepa paterizini hisoblashgan ham, tepa paterizini ham albatta Ulug'bek borib hisoblab beradi. Uyingizdagi ponni qanaqa nimalar ketishini ba'zi hisoblab chiqarib berarlar kerak. Qo'lingizga hujjat qilib chiqarib berishadi. Buni desanglar, kelishsanglar, shartnoma qilasizlar, bemalol o'rnatib, ishlatib beriladi akalar, ko'ryapsizlar. Agar bizni shu videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa sizlarning xizmatinglardamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. O'zingizlarning fikringizni kommentariyaga yozib ketasizlar.